Qarang, 11 yil o'qib yozishni o'rganmaydi-da. Nimaga ona tili o'tmasmikan bularda? Yozuv, grammatika o'tmasmikan? Yozuvni tushun bo'lmaydi-da. Yozuvni ko'rganmisizlar? Mana qilib yuboradi, mana qilib yuboradi. To'g'ri chiziq sal bo'rtigan joylari bor. Doktorlarda alfabetida 4 dona harf bor xolos. Ularda LPSHMN I bitta ketadi mana shuni. U ham o'shaning ichida. Rostdan doktor bitta dori yozib berdi, aptekaga kirdim. Oxiridagisini tushunmadim aka dedi, qolganini berdi. Oxiridagi qaysi dori ekan tushunmadim dedi. Yonidagi aptekaga kirdim. Mana bu dori bormi desam, da qarab, aka o'qiy olmayapman, uzr dedi. U aptekaga kirdim, u ham o'qiy olmadim. Bunisiga kirdim, u ham o'qiy olmadim. Oxiri doktorning o'ziga qaytib bordim. Doktor dedim, men oxirida yozgan doringizni hech kim tushunmayapti. Qaysi dori edi bu dedim. Sen doktor ham qog'ozlamda qarab, ha dori emas bu, podpisim-ku mana bu dedi. Uyda o'tirib nima qilib qolding? Qog'ozchani oldim. 1 2 3 4 5 qildimda, to'g'risiga mana qilib chizib yubordim doktorlarga o'xshab. Doktorlardan ham buni qilib chizdim. Mana qilib. Nima yozganimni o'zim ham bilmayman. Shunday qilib yubordim-da. Hali qog'ozchani ko'tarib aptekaga kirdim. Aptekachiga, "Mana shu dorilar bormi?" dedim. Aptekachi ham bunday qarab turib, hazillashyapsan deb qaytarib beramikin desam, "Voy qog'ozchani olib, dorilarni olyapti bitta-bitta bunday qilib." O'zim yozib olganman. Sarafanga solib olib keldi. Shu dorilar bor ekan aka. Sen ham ikkinchisi yo'q ekan bizda uka deydi mana. Men aytdim aka, buni o'zim yozib oldim dedim. Odamning ustidan kulyapsizmi siz dedim. Sen o'zing boshlading-ku, nomard deydi. Xo'p, men hazil qildim aka. Nimaga menga dori beryapsiz desam, "Men sotgan olganman, nima qilayman?" dedi.